Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham kam xarj, tezda tayyor bo'ladigan ajoyib issiq yegulik tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Buning uchun bizga 150 millilitr qatuv kerak bo'ladi. Bitta dona tuxum hamda 50 millilitr o'simlik yog'i kerak bo'ladi. Bu masalalarimizni hammasini bir xil massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirib tashlashimiz kerak. Endi bu suv massamizga to'rab tayyorlab qo'ygan kashnich hamda ukropimizni qo'shib olamiz. Yarimta bog'dan to'rab tayyorlab qo'ygandim. Hamda 4 ta dona chesnokimizni qirg'ichchi mayda tishidan o'tkazib olishimiz kerak. Chesnok qo'shsanglar mazzasini yana ham вообще zo'r qilib beradi. Shuning uchun 4 ta dona chesnokni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Bitta choy qoshiqda tuz, bitta choy qoshiqda to'ldirib, rasl qo'shamiz yoki chayni sodani уксусga o'ldirib solsanglar ham bo'ladi. Hammasini yana bir bor yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Endi bu suv massamizga 1 stakan un qo'shib turib, birinchi lopata bilan aralashtirib olamiz. Unni birdaniga hammasini qo'shib yubormanglar, kamroq solib xamir qorishinglarni maslahat berardim, chunki bizga yumshoq xamir bo'lishi kerak. Ko'p un solib qo'ysanglar qattiq bo'lib qolishi mumkin. Endi ikkinchi stakan unni solib qo'limizda yaxshilab qorib, yumshoqqina xamir qorib olishimiz kerak. Hammasi bo'lib menda 2,5 stakan un ketdi shu xamirga. Mana shunaqa ko'rinishda yumshoqqina xamir bo'ladi. Faqat qo'lga yopishmaydigan yumshoqlikda bo'lishi kerak. Endi bu xamirimizni tindirib o'tirmasdan stolimizga tushirib olamiz. Yumshoq xamir bo'lgani uchun tindirish hojati yo'q. Ozgina teg tomoniga ustki tomoniga un sepib turib, jiva yordamida kattaroq qilib ochib olishimiz kerak. Iloji boricha 4 burchak shaklda ochib olinglar xamirni. O'zi yumshoq xamir bo'lgani uchun tezda ochiladi. Shunaqa 4 burchak shaklida ochib olamiz. Faqat unaqa qalin ham qilib tashlamaymiz, yupqa ham qilib tashlamaymiz. Endi bu xamirimizni kesgich yordamida 4 burchak shaklda kesib chiqishimiz kerak. Shunaqa figurkali pichog'inglar kesadiganlar bo'lsa, shu yordamda kessanglar, ko'rinishlari chetlari yana ham chiroyli ko'rinishda chiqadi. Xohlasanglar sal kattaroq yoki xohlasanglar maydaroq shaklda kesib olsanglar ham bo'ladi. Bu o'zingizlarning xohishingizga bog'liq. Mana shunaqa 4 burchak shaklda, unaqa katta qilmasdan kesib tayyorlab oldim. Unaqa qalin qilganim yo'q, ko'rib turibsizlar. Qalinligini shunaqa ko'rinishda kesib olinglar. Endi tayyor bo'lgan xamirlarimizni tovamizga ozgina yog' solib turib pishirishni boshlaymiz. Faqat yog'ini ko'paytirib yubormaymiz. Oloviga ham baland yoki past bo'lib ketishi kerak emas. O'rta olovdan sal balandroq bo'lsin. Agar pastroq olovda pishirib qo'ysanglar, yog'ini ko'proq shimib oladi. Yupqaroq qilganimiz uchun sal balandroq olovda pishirsa ham bo'ladi. Ichlari bilan yaxshi pishib chiqadi. Aylantirib shunaqa chiroyli rangga kirgizib, tezda pishirib olamiz. Tez tayyor bo'ladi. Unaqa vaqtinglarni ko'p olmaydi. Shunaqa oldi orqasini chiroyli qilib qizartirib, idishimizga ko'tarib olamiz. Solishdan oldin faqat idishga salfetka solib olishimiz kerak. Ortiqcha yog'larni salfetka shimib oladi. Qolganlarini ham shu ketma-ketlikda chiroyli qilib qizartirib, hammasini pishirib olinglar. Juda ham oson, tezda tayyor bo'ladigan mazali yegulik, ayniqsa farzandlaringizga maktabga berib yuborishga ham juda ham udobniy hamda mazali yegulik bo'ladi. Mana hammasini men pishirib tayyorlab oldim. Shu xamirdan katta tarelka to'la bo'lib chiqadi. Juda ham barakali, mazasi ham zo'r bo'ladi. Yumshoqqina, ichiga chesnok solganimiz uchun ta'mi ham zo'r bo'lib chiqadi. Qovurish jarayonida hidlari ham вообще zo'r bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Oila a'zolaringizga manzur bo'ladi degan umiddaman. Videoim yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringiz uchun o'zingizlarni asranglar.